Charchab keldi, o'qigingiz kelmayapti, o'qib bo'lgan. O'qimasa ham varolab o'tirar ekansiz. Qayerdan biladi o'qiyaptimi yo'q. Sizni ko'z-ko'yingiz bo'ladi. Siz telefon o'ynayapsizmi? Telefon o'ynayapti. Keyin telefon to'g'risida biz sizlarga ko'p narsalarni gapiraman. Yo'q, ko'p emas, 3 ta informatsiyam bor. Yaqinda Qozog'istonda bir ish bo'ldi. 13 yoshli bola. 13 yoshli bola adasi qo'lidan telefonni tortib oldi. Nima bo'ldi bilasizmi keyin? Kechasi o'zini adasini, o'zini onasini, o'zini buvisini so'yib tashladi shu bola. Yaqinda bir o'zbek ayolini 6 yoshli qizi o'ldi. Nima uchun o'ldi bilasizmi? Biz yosh bolaga chaqaloqligidan beri o'lamiz. Ko'z zirachkalari hali tasavvur qilib yaxshi rivojlanmagan, rang retseptorlarni ajrata olmaydi. 6 yoshda ko'zi rak bo'lib o'ldi. Qo'shnimiz bolalar ko'zi g'ilay bo'lib qoldi. Mashinasini sotib tug'iladi. Sizlarga jim bo'lishni xohlasizlar. Bolalar rasvo bo'lishni. E'tibor beringlar.